Voy, bir turib tursinchi, avval tomoq yeb olaylik. Hech nimasini ta'minlab bermay davolab qo'ying deydi. Qiziq akashkanmi? Ben tapdım. Ne? Raqam? Undaqda Google Map'dan telefon qilgan sizning dadangizmi? Balkim shundaqdir. Nima bilmayman. Davolash o'rnining bir a'zosi turib, kayfiyatingizni tengshelmagingiz nemisi? Acaba doktor kasal bo'lsa bo'lmamda? Qalb kesilgan hammadamga o'rtoq. Gerçi sen başlayan davalığının bilen mening mi derdim bor? Bu dard yaqinda sal ig'ilishib qoldi. Asli biz yiliqqan shanzni emas, sizning hikoyangizni olsak qolibdi. Daral Gugum efendiga uqtirish qilayli. Ondan keyin tayyorligimizni qilib qolxona qaytaylik. Raqim, hayron qolyapman inim. Sizga nima bo'ldi endi? Raqim aka, sizga nima bo'ldi? 你不是健康大使吗？怎么也坐在这了？ Bo'ldi qilinglar. Hammanglar meni ayblayvermay, oldi bilan meni hikoyamni anglab boqinglar. Hamma odamning o'z oldiga hikoyasi bo'ladi, Raqim. Buning uchun bunchalik asablanish ketamdi. O to'y qilib oldi. Kim o? Sima. Qarang, tonda yotdi-ya, ineklarni ham qat-qat ketdi. Yo'qchani tiqsiz uchun hozir itilib ketdi.
Semiz bola sen shumi? Sening ham xiyol qilishga islom bormi nima? Canchiray. Raqamning bugungi slayti bo'lsa bizning xaridorimiz. Gap so'zimizga ozroq diqqat qilsangiz bo'larmiki? Bu texi mening hikoyamning boshlanishi. Mening qanday o'zgarganimga davomli quloq solinglar. Men Ашта oldu ya da bundan mı Kolomb boylab deyil. Burundan aşındaq doğan tasbı. Kalap bayrağı. Molqar çayını. Şundan mı ya? Raqib! Oturun bileyimiz. Yalla. Bileymiz. Maynura bugün ettiğiniz kişi pek sert oldu. Qat'iy qabul, men faqat sizga nejal vermek istedim. Hiç vakası yok. Siz mi qasdan qilmadingiz emasmi? Hamda odam simiz bo'lib kelsin shu falokat bo'lib qoldi ekan. Yeli. Yalla. Qachon mı to'y qilamiz ya? Bu hozirgi qizlar shu to'y egiz o'g'illarga amarga. Shuni demamsa da. Bizning o'tkilarmi shu to'yga zo'lab degina. Ashta hozirgi qizlar bo'lgan o'g'illar amroqqa qanday qilamiz endi? Qarsam, bir qizlar yaxshi ko'rmoqchimsa. Birasi yosh ko'p qolgan deb chiroyini chiqdi-da. Sango bir gapni yoshirg'ilimi bo'lmaydi. Nanda yoshirib qilsa, tepaga kim o? Aqjan, sog'ishasiz semiz qiz bo'ladigana? Yo'q. U degan men praktik qilayotgan shirkat güzeli. Uning illiq kulishlari, sipoyi gaplari, yuragimni rostla uzatdi. İsmi. Maynura. Adaş, ben rastlam onun otunu küydüm. Ne çakçakımda ben belki onunla uyku kılışım mümkün. Sen çoğum kalaysa ben onun için. Her as adaş, bu şey ne çıkıyorduk? Tulha göz kildi. Ulan, bunu soğat kısam bulla onun. Soğat cəhət kelgəndə tavır sarıb qapsa adaş. O şirkətanın güzəli bağan ikən. Aqcan şirkətanın labanları mı onun soğat qıldı. Şununla senin soğutun çoxum alayda buluş gerek. Alayda? Qanaq alayda? Çıxıb alayda. Alayda. Adaş, əməsə mən bugündən başlap Pılcıqay ya. Pılcıqay. Bugündən başlap.
sizlar meni chetga qoqmaysiz. Nima ishga chetga qoqmaysiz ne? Siz shunda olmoqdasangiz. Az kundan keyin tug'ilgan kunim bo'ldi. Tug'ilgan kunim nada o'tkazsam bular? Kimlarni chaqiraman? Ondan qanday sovg'atlar kelar? Tug'ilgan kuningizda menimi chaqiramsiz? Albatta, siz bo'lmasiz qanday qiziydi? Har rost, Maynura, sizdan muhabbatingiz bormi yo'qmi? Nima pishirasiz? Poytaxtman. Poytaxt? Matantani yana. Rahmat. Sırasında koyalım sizde. Shunday qilib men kunduz shirkatda praktika qilsam, kechasi boshqa yerda ishladim. Kutuvchilik qildim, tomoq yetkazish supurlarda ishladim. O'zim yaxshi ko'rgan qiz bo'lg'achqa, uning xajigan pullarim uchun hechim og'irmaydigan bo'lib qoldi. Tepishim xili yaxshi. Biroq har oy uning bilan tomoq yeb, uning bilan kino ko'rib, o'ynag'ili berishga topqinim tugab, hatto do'stlardan qarz olatdim. Uning tug'ilgan kunimi bo'ldi. Uningga men 99 sal qizilgul, oltin uzukdan birini sovg'a qildim. Shu kuni men oxiri jur'at kelib, uningga ko'nglimdagi gaplarni qildim. Maynura, sizga deydigan bir og'iz gapim borki, men uzoqdan beri sizni yaxshi ko'rib kelayotgan. Tamam Ajib, bilmay qopdim ha. Mumkinchilik bo'lsa ikkimiz yursak qanday bo'lar? Bek tuyuqsiz bo'lib qoldim-ku ha. Lekin raqam, amaliyotda men sizning mijozingizga bek amroq o'zingizmi shunda umoq. Hozir bek tuyuqsiz bo'lib qoldi-ku. Bunda qilaylik, siz men uchun bir ish qilib bering. Masalan, men uchun bir tez suratda tirishib o'ruqlab texim kelishgan bo'lib ketgan. Andan keyin biz bu gapni qayta deysak, o'chaqda yursak-mi bo'ldi? Ha, tirishmi? Aytdim hocam. Yo'q, hozir boshlab.
Maynura, ben siz üçün çinem tikip şuna tırışasam, sizden deyişken, kep kalam Maynura. Neçə vaxtdan beri anç-munç pullarını xərcləb qoysam, biraz deb oylab qaldınmı? Qızıq. Hey, sen tık bu canımdan cümekçi ma? Qarab baqa yaptınga, fıxlamay tuş kömey. Maynura bir taş etme, Maynura. Beni ayrıketa ötüne Maynura. Ben yılımı tiriştim o. Ben uğruqdım Maynura. Ben tekim tirişip, tekim. Sen yaş görüp jürme Maynura ötüne. Maynura ben taşıp ketmem ötüne sizin Maynura. Vay, sen üçün məqsədim düşənməyə oxşaysa, əməliyyat bu işlər üçün oruq simizlikdir. Ben qətti münasibəti yox. Xərcləb tügetkisiz pulun bolsa, əmilin bolsa, çırayılıq bir kilişkən turqun bolsa, senin bu çırayın üçün hüsn düzəsəkmi turuşun muşu. Onda sen maaş qaraşlıq adamsan. Ma canım qara, bu canım bana toxtumay altınlarını epirvatıdı, toxtumay soğuk salamını epirvatıdı. Onda sen kiler ayda biz altın qasırdaki yeni üyümüzge küçümüz. Sen qılalamsan şularını. Bundan kinçü, əptinki qarab beqib qızlarını qoğlaş. Maynura! 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 Ben rastlı bundaq besim qıçı deyanmadım. Ertesi ben bankaga varıp qarız aldım. G'ururim yo'qmi ya bilmedim. Shuncha g'ururimni takudek gap qilgan bo'lsa-mu, men yana azroq umid bilan eng yaxshi husn tuzash doktorini topdim. Oldikayni bo'lib 28 qitim husn tuzab, may tortqizib, mana hozir qoldim keldim. Husn tuzashning xili xavfi bor-ku. Acaba sening har qitim muvaffaqiyatli bo'ldimi? Har qitim boshlashdan burun doktor menga bir gap deydi. Siz bunda qilsangiz badiningizga emas, hayotingizga xavf yetadi. Biz birnim deyamaymiz. Bilib ketsam men rozi. Bundaq yaşqandan yaxshi bo'lganim yaxshi. Qo'ydigan imzoni ham qo'yib bo'ldim. Boshlayver. Kadir acaba uzak vakit davamlaştırıp Sertan'dan kuşrak içimliği içiverdi o. Paylıkımız bunda işmez oluydu. Öylekilik ep bir bakayım ya. Ep berey. Babamın adamlar paylıkıp kalsa çokum ben hoşup gitme. Shundoq qilib 2 yilda ara musholatga keldim. Bankadan olgan qarzlarim tugab, yurtdagilardan qarz olib, hamma narsam tugadi. Mushu kelishgan badanim, chiroyimdan boshqa hech nimam qolmadi.
Men o'zini tuzab qaytib kelgandan keyin Maynurani hech yerdan topolmadim. Men qaytadan boshlashga kirishdim. Mushu badan sapoyimni saqlab qolish uchun qaytadan chiniqishni boshladim va u yerda Qadir bilan tanishdim. Yaqin og'aylardan bo'lib qoldik. Qadirning turtkisida men psixikaga qiziqib qoldim va Janchiroy apam bilan tanishib bu yerga kelib ishladim. O Maynurani topolmagan odam uning to'y qilganligini qanday bildingiz? Burun men praktika qilgan shirkatdagi xo'jayinimning do'stlar jamrikiga chiqargan to'yliq suratdan. U qiz shuning bilan to'y qilamdi ekan. Bu xo'jayinimning 4-to'yi. Aka, endi siz to'y qilganmizmi? Keyingi qatim borman. Bugun raqamni oldim to'liq bir kun aytib qol. Darga bilan izlab bog'ga yerimiz qolmadi. Raqam bilan o'tirgan. Qaraganda bizga hikoya pek qiziqqa o'xshamamdi. Bu o'rin bizning o'zimizning odamlarga pek mos keldi. Shunday bo'lsin. Bir necha kun biz ichida o'zimizdan hikoyalarni olaylik. Undan keyin boshqalarga mulozamat qilaylik. Raqam. Degine, sen qaysi naqshini yaxshi ko'rsan? Men belki bu ishlarga qiziqmaydi ekanman. 这规矩可不能坏了呀！今天不管怎么样，台上都得有人唱歌。 Ko'ngil degan ajoyib narsa. Ko'nglingdagini butunlay unutib ket. Sen hozir nihoyat mukammal. Sana qizlar ko'p. Bergin. Siz sahnaga chiqib, bugun naqsh tutgan naqshning ismini e'lon qilib o'tgan. Ma, biroq qaysi naqshini tayyor qilib qo'ygan? Qavaqxonimizning taklifli naqshchisi bo'lsa, hammamizning ko'nglidan cho'nqur o'rin olgan talantli yosh naqshchimiz Elyor Muhammad. Qani sahnaga marhamat. Raqam efendi, bayning yoqi hikoyalaringizni eshikning oldida turib anglab chiqdim. Birisi qanday ko'ngil tushgan bo'lsa, shundoq yondirib olg'ili bo'ldi. Bo'ldi, hammani boshdan boshlang. Ammo bir kun sizning yoshlik bag'ringiz yetib keladi. Amaliyotda bu yiganchilikmi inson uchun 5dan 1 o'tmis bo'lmaydigan bir bosqich. Shunga bugun sizga o'zimning eng yaxshi ko'radigan yigona temiski naqshni sizga elib keldim. Yoqtirib anglaysiz. Oqshom bizlarga havas qilishar nachilar taqdir sirini bilishib kutudi kechalar doim birga bo'lun ömürlük yenimda kılın söygünümsiz Meyli jirak cayda bulun daim beni eske elin
sirdişimsiz. Bu dünyada hem divane hem yegane men. 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 Hem nefes buluşar şunçilik. Niçin insanlar yarga yar bulamaz unçilik. Daim birge bulun ömürlük yenim dahili söygünüm ses. Meyli şirap çayda bulun daim beni eskerim sır düşümsüz. Bu dünyada hem divane hem yegane men. 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 Gugum efendi, sizni gipnoz bak ustida avatadi. Lekin bu balni boshqa usulda qilib qo'yganingiz emisi? Gipnoz qilish va yoki boshqa usul badan sapasi yuqori kishilarga ishlamaydi. Ne aytasiz? Raqam yüzü cheniqish terneri. Kundul oqsilning ichida. Badan sapasi bak yuqori. Rost gap desam men undaq badandagilarni gipnoz qilishga ojizlik qildim. Emsi bizmi araqni tashlab chiniqishni boshlab etsak bo'ldigan o'xshaydi. Lekin gipnozni bugun bak ko'rgim batdi. Afsus. Gipnoz qilmagan bilan aslik keltirish xilipimiz bor. Qarabdi, ha? Men 3 kishi sanayman. Ko'ngilsiz ishlarni unutaysan. Badnan intayin yengillab qoladi. O'zingni eng baxtli odam deb o'ylaysan. Men uyg'on deganda uyg'onasan. Uyg'on. Raqam, xili yengillab qoldingizmi? Yo'lda ishimdek og'rib ketib bordi.
Dünyada hem divane hem yeganemen. Bu dünyada hem